Kecha Humo Arenada o'tgan Octagon 84 turnirida Instagram va TikTokda shovqini baland bir necha o'zbek MMA'chilarining sharmandali janglariga guvoh bo'ldim. Bizning media jangchilarda deyarli hech narsa yo'q. Na uslub, na kurash, na kulachka, na bo'g'ish va na stoyka. Barchasida qo'shni davlat sportchilariga g'alabalarni berib yuborishdi. Ammo biznikilar bugun o'zlari odatlangani kabi yana Instagramda boshlashadi. Men tayyorman, menga imkon berishmadi, hakam aralashdi, menga jang bering, jang stoyka dedi va hokazo. Partirim yo'q, kurashim yo'q, uni men va'dasiga ishongandim. Qo'li yo'q ishlaymiz degani. U MMA uchta to'rtta ursa, uchta to'rtta ursa turdiraver ekan. O'zbek jangchilarining tarmoqlarda shishirilgan kuchi Octagonga chiqqandagi kuchiga umuman mutanosib emas. Ular aytganimdek faqat Instagram va TikTokda qahramon. Ular klaviatura qahramonlari. Xo'sh, maqtovlardan pufak kabi shishirilgan Shahzod Gold Uzoqov deganingiz kecha nima qildi? Aytishlaricha jangdan avval 24 soat Instagramda hayp, baqir-chaqir va raqibga nisbatan tahdidlar bilan shug'ullandi. Oqibatda esa MMA'da atiga bitta jang o'tkazgan ozarbayjonlik sportchi uni